Barchaga sizlar bilan kanalimizda berib o'tilgan majburiy matematika bo'yicha testimiz tahlilini birma-bir ko'rib chiqishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi savolimizda aytilyapti, ko'paytmani daraja shaklida yozing degan 4 ta d harfi va 3 ta 8 ko'paygan. 4 ta d harfini d ni 4-darajasi, 3 ta 8 ni esa 8 ni 3-darajasi deb yozsak bo'ladi. Va bu yerdagi natijalarga qaraydigan bo'lsak, bunaqa variant yo'q, lekin 8 ning 3-darajasini biz 8 ni o'rniga 2 ning 3-darajasi qo'yib yozadigan bo'lsak, bu narsa 2 ni 9-si degan javobni beradi va bizda o'z-o'zidan bu yerda B variant to'g'ri keladi. Ya'ni d ni 4-si ko'paytirilgan 2 ni 9-si. Keyingi savolga o'tamiz. Quyidagilardan qaysi birining qiymati 1 ga teng degan savol berilgan. Bu yerda bizda to'g'ri javobimiz A variant bo'ladi. Sabab nimaga desanglar, 0 butun davrda 9 deyapti. Bu 0 butun shu virguldan keyin 9 9 9 bo'lib qaytarilib ketadi, cheksiz qaytariladi degani. Biz buni oddiy kasrga o'tkazadigan bo'lsak, 9 taqsim 9 ga keladi. 9 taqsim 9imiz esa 1 ni beradi. Shuning uchun A variantni olsak bo'ladi. Xo'p, 3-savolimizga keladigan bo'lsak, qirrasi d bo'lgan kub sirtining yuzini toping deb savol qo'yyapti. Kubni yuzini topish formulasi s barobar 6a kvadrat. A bu yerda kubni qirrasi. Endi shuni o'rniga biz d qo'yib yozsak, bu B variantda berilgan. S barobar 6d kvadrat. 4-savolimizga qaraydigan bo'lsak, to'g'ri burchakli parallelpedning nechta uchi mavjud degan. Ma'lumot uchun barchasini aytib o'taman. 8 ta uchi bor, 12 ta qirrasi bor va 6 ta yoqi bor to'g'ri burchakli parallelpedda. Keyingi 5-savolimizga o'tamiz. 4-savolimizning javobi shunda hozir bizda A variant bo'ldi, 8 ta bo'ldi. 5-savolimizda A va B ni taqqoslang degan. A imiz 85.09 ga, B imiz 67.99 ga teng bo'lsa, shundoq ko'rinib turibdi. Bu yerda A ning qiymati B nikidan katta. A javobimiz noto'g'ri bo'ladi. Keyingisida aytayapti, B ga 1 ni qo'shsak, u A dan katta bo'ladi. 67.99 ga u 1 ni qo'shganimiz bilan u A dan katta bo'lmaydi, chunki orasidagi farq juda ham katta. B variantimiz ham noto'g'ri. Keyingisi aytayapti, B taqsim A imiz 1 dan kichkina deb savol beryapti. 67.99 ni biz 85.09 ga bo'lganimiz bilan natija 1 dan kichkina bo'ladi, chunki bu to'g'ri kasr. Bu javobimiz ham xato va o'z-o'zidan bizda D variant qoladi. Ya'ni to'g'ri javob yo'q. 6-misolimizni yechim yo'nalishini tushuntirib ketaman, chunki oddiy hisob-kitob, bittada javobini o'zimiz hisoblab topib olsak bo'ladi. Misolimiz ichida barcha amallar kelyapti. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish hammasi bor. Bir chekkadan hisoblaymiz. Birinchi ko'paytiramiz, ikkinchi bo'lamiz, uchinchi navbatdagi bo'lishimiz, 4-ishimiz ayirish bo'ladi va 5-ishimiz qo'shish bo'ladi. Mana shu 5 ta ishni bajarganimizdan keyin bizda misolimizning javobi 84186, ya'ni B variant chiqadi. 7-savolimizga o'tadigan bo'lsak, 7-savolda aytilyapti, omborga birinchi kuni 1.85 tonna, ikkinchi kuni 2.15 tonna yuk tushirildi. 2 kun davomida omborga qancha yuk tushirilgan? Xo'p, 1.85 ga 2.15 ni qo'shib yuboradigan bo'lsak, natijamiz bizda 4 bo'ladi. Ya'ni 4 tonna yuk tushirilgan. Lekin e'tibor qilinglar, savol aytib o'tgan kilogramm degan, shu uchun biza 4000 kilogramm deb belgilashimiz kerak. Savolni o'qish, ya'ni o'sha savolni tushunib belgilash kerak. Ko'pchilik 4 chiqdi deb 4 tonnani belgilab ketadi. Lekin aslida savol bu yerda kilogrammda so'ragan. Shu uchun javob B variant. Endi 8-masalaga qarasak, agar zaldagilarning 1% 5 kishi bo'lsa, zalda necha kishi bor? Xo'p, qaranglar. Proporsiya qilamiz. 1%imiz 5 kishi bo'ladigan bo'lsa, zalda umumiy 100% deb oladigan bo'lsak, shu 5 ni 100 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Umumiy zalda 500 kishi bo'ladi. To'g'ri javob varianti esa D variant bo'ladi. 9-savolimizga qarasak, qutida 45 ta shar bor. Ularning 5 dan 2 qismi oq shar bo'ladigan bo'lsa, qutida nechta oq shar bor degan. Xo'p, 45 ni 5 dan 2 qismini qanday topamiz? 45 ni 5 ga bo'lib, natijasini 2 ga ko'paytirishimiz kerak. 45 5 ga bo'linsa 9 chiqadi. 9 ni 2 ga ko'paytirsak natija 18. Umumiy bu yerda 18 ta shar bor ekan, S variant. Keyingisida
y ning n'inchisi bo'lingan y ning 4-inchisi deyilgan. E'tibor qilamiz, ikkalasini ham asosi y bo'lganligi uchun orasida bo'lish kelayotganligida darajalar bir-biridan ayriladi. Ya'ni y ning darajasida n-4 ko'rinishiga keladi. Bu esa D variantda berilgan. 10-savolimiz D variant. Mana shu kabi tahlillarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'linglar. Imtihonga tayyorlanayotgan o'rtog'inglarga yuborib qo'yasizlar, taklif qilasizlar barchani. Sog' salomat bo'linglar.